Yine jugurib kelsam, уже pichoqda bo'lib turdi. Boshqa nuqqa buruq harakat qilgan, aqcha qarz bo'lchi ele debchi. 28 жеринде. O'tirgan odamga tegi turuva үлгүр эмес, ondan ашын pichoq sayganligi video tasmada ko'rinib turadi. Kecha 24-may kuni O'sh shahridagi Amir Temur ko'chasida joylashgan mana shu pul almashtirish shoxobchasida dahshatli voqea sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tibbiy niqob taqqan shaxs kirib, egasiga pichoq bilan hujum qilgan. Og'ir jarohatlangan fuqaro kasalxonaga yetkazilgani bilan shifokorlar uning hayotini saqlab qolisha olmagan. Gumonlanuvchi esa voqea joyida militsiya xodimlari tomonidan ushlangan. Voqea guvohi Qahramonning aytishicha, pul almashtirish joyidagi bolaning baqirganini eshitib yugurib kelgan, lekin u kelganda jabrlanuvchi pichoqlangan bo'lgan. Shunga qaramay jabrlanuvchiga yordam berishga harakat qilib, o'zi ham qo'lidan jarohatlangan. Guvoh gumondorning harakatlari boshqacha bo'lib, biror bir moddaning ta'sirida yurganday ko'ringanini qo'shimcha qildi. Kichkina bola baqirdi, "O, qo'sonxonani ishlataymi-da." Yana jugurib kelsam, уже pichoqda bo'lib turdi. Yana haligini qo'qitib, beri qamab qo'ydim. Beri bolani olib chiqa olmadik. Yana mo eshikni yopib chiqarmay qo'ydik-da shu. Yana militsiyalar chaqirdi, militsiyalar kelishib o'zlari olib chiqishdi-da. 4:30da boshlanib 6da tugadi-da. 6da уже olib chiqishdi-da. Bu triyodi. Tri ketdi, banchida уже bo'lmay qolibdi-da. 28 yerini haligida qilibdi-da. Yana bo'lmabdi. Уже mendan ketayotganda tijoliy edi. Gapiryapti, уже bo'lmay qolibdi-da u yerga borganda. O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, gumondor qatori O'zgan tumanining 1988-yili tug'ilgan yashovchisi qo'lga olindi. Dastlabki tergov ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi voqea joyiga oldindan tayyorlanib kelgan. Hozirda uning marhum bilan munosabati va jinoyatning asosiy sabablari aniqlanmoqda. Shuningdek, tergovda gumondor marhum undan katta miqdorda qarz ekanini bildirgan. Lekin militsiya xodimlari video kuzatuv kameralaridagi yozuvda gumonlanuvchi pul almashtirish shoxobchasiga kirgandan keyin hech qanday muloqotsiz hujum qilganini aytmoqda. Kechki soat 18-15da xabar kelib tushgan, jabrlanib jaranda patrullik militsiyaning xizmatkari reanimatsiya bo'limine o'rxonaga olib ketganligi aniqtalgan. Al endi tegi o'sha qo'l salgan odam ichidan qultab qarshilik ko'rsatayotganligi aniq bo'lgan. Qo'l salgan odam atayin dayardanib, maska bilan qo'luna pichoq qarmab, aqcha solish uchun boshni ko'tarib girib ele o'tirgan uchurunda aqcha almashtirish joyida ishlagan, o'sha nesin pichoqlay boshlaganligi, ondan ashun pichoq sayganligi video tasmaga ko'rinib qolgan. Bugungi kunda al qarmalib tergov qamsi bo'ldi. O'zgan rayonida 1988-yili tug'ilgan, hech yerda ishlagan 4 balaning atasi, biroq uy bulosi bilan ajrashgan. Militsiya voqea joyidan pichoq, qonga o'xshagan moddalar va video kuzatuv tizimining yozuvlarini topgan. Bir qator sud tibbiy, biologik va kriminalistik ekspertizalar tayinlandi. Marhum Qorasuv tumanida istiqomat qilgan. 122-beresi maksimaldi jaza 20 yilga chayin erkinden ajratilishi mumkin, biroq ani sud organlari chechadi. Mazkur fakt bo'yicha Qirg'iz Respublikasi Jinoyat kodeksining 122-moddasi, aniqrog'i qasddan odam o'ldirish fakti asosida jinoyat ishi qo'zg'aldi. Hozirda barcha holatlarni aniqlashtirish uchun tergov ishlari olib borilmoqda. Marhumning ortidan rafiqasi va 3 nafar farzandi qoldi. Umida Mirzabayeva, Aslbek Tag'aybekov, Ibrohim To'layev, O'sh.